Grijasini operatsiya qildirgan odamlarning fikrlarini bir eshitib ko'ring. 23-yilda operatsiyadan keyin og'riqlaringiz qolganmi? Qolgan, bir yildan keyin yana qo'zg'aldi. Yana qo'zg'ab boshladi. Mana shu operatsiyadan keyin ham grijangiz yaxshi bo'lib ketdimi? Yo'q. Operatsiyadan keyin og'riqlaringiz qoldimi? Qira qo'ldi. Qolgani ham o'ziga yarasha bo'ldi. Necha 6 oy mana lechena qilgan. Nima uchun operatsiya bo'lgandingiz? Ana shu girjada oyog'im yurolmay qolgan. Organizmda bir joyini operatsiya qilib yoki qanaqadir dori-darmonlarni ichib kerakli joyga og'riqni qoldirasiz, lekin ikkinchi joyingizga muammoni keltirib chiqaradi. Grijaga to'g'ri operatsiya kerak. Biz qachon operatsiyaga yo'nalish beramiz? Birinchi operatsiyaga yo'llanmamiz. Xohishingiz bo'lsa, bo'lmasa, hojatingizni chiqara olmasangiz. Ikkinchi usullarda umurtqa pog'onasi singan holatlarda operatsiyani taklif qilamiz. Biz 1 mm grijadan to 31 mm grijagacha 3 kungacha 100% tabiiy usullarda davolab berganmiz. Agarda kelajakda sizda ham mana shunday fikrlar uyg'onishini xohlamasangiz, har doim tabiiy davolanish usullarini tanlang. Bizga murojaat qiling. Pastda raqamlarimiz qoldirilgan. Hoziroq o'zingizni joyingizni band qiling. To'g'ri davo yo'nalishini hammaga talab hamda taklif qilib qolamiz. Yo'nalishda va tanlovda adashmang.